Sizlar kada deydi, oyoqlaringiz osti chiqadi deydi-ku. Mana qo'ylar o'rlab jotmaydi hozir. Hozir bitta qo'zi chuqurning ichidan bitta qutini kiyib olib, hozir yana yoqqa olib ketib boryapti. Yerla qutini kallasiga kiyib olgan. Hozir bor ushlab olish kerak endi. U qo'lni olib yuraveradi, charchagancha charchab o'lib qoladi. Shunga borib endi ushlab, uni kallasidan qutini olish kerak. Hozir bor ushlag'anni ham qilaman. Ya bismillah. Ay billah. Yine qirg'iga chiqib boramiz endi. Mana chiqaricha bir bakalishga tushib qolgan, shuni kiyib olib ketdi hozir shu yoqqa chiqib. Endi chuqurning ichidan uni ushlab olishimiz kerak.